Bu videoda men grammavershchilar filmdagi barcha pasxalkalarni va ishoralarni tahlil qilaman. Muhim yangilik. Comic-Con yanada Toshkentga qaytmoqda. U 10-avgust kuni yana Humo Arenada bo'lib o'tadi. Bu safar hammasi yanada epik va yanada kattaroq bo'ladi. Biz birinchi mehmonimizni allaqachon e'lon qilganmiz. Qbyte O'zbekistonga Comic-Conimizga keladi. Va bu albatta Comic-Conning oxirgi mehmoni emas. Balki Marveldan qanaqadir aktyor ham keladi. Albatta bu shunchaki taxmin, lekin kim biladi. Biletlar esa allaqachon sotuvda va hozirda ular eng arzon narxda cheklagan partiya sifatida sotilyapti. Vaqt o'tish bilan narx oshadi. Shuning uchun biletlarni comiccon.uz saytida sotib oling. Men ham albatta Comic-Conda bo'laman. Kelinglar birga ko'rishamiz, suratga tushamiz va gaplashamiz. Film klassik tarzda Marvel logotipi bilan boshlanadi. Kadrlar orasida Chisavoy aks etgan komik sahifalarini ko'rishimiz mumkin. Endi esa Chisavoy qanchalik darajada kuchli ekani haqida gaplashamiz. Arxivlarda aytilishicha, uning kuchi 1000 ta portlagan quyosh kuchiga teng. Lekin komikslarda bu kuch hatto 1 million portlagan quyosh kuchiga teng deb ko'rsatilgan. Balkim kino olamida uning kuchi hali to'liq ochilmagan. Tushunganingizdek, Chisavoy juda kuchli. U juda tez, terisi juda mustahkam, u telekinezga ega va telepatiyaga ega va u hatto molekulalarni boshqarishi mumkin va albatta juda kuchli regeneratsiyaga ega. Hatto butunlay yo'q bo'lib ketganidan keyin ham qayta tiklana oladi. Buni filmda ham ko'rdik. Valentina uni o'ldirgandek bo'ladi, lekin u baribir ham tirik qoladi. Uning ichki qorong'u tomoni Void chiqsa, u yanada kuchliroq va xavfliroq bo'ladi. Komikslarda u Hulk eng kuchli versiyasi World Breaker degan versiyasini to'xtatishga muvaffaq bo'lgan yagona odam bo'lgan. Ular bir-biri bilan jangga tushib, charchab ketishdi va bundan so'ng Bruce va Bob ko'rinishga qaytishgan. Chisavoy Aresni qo'lga ko'tarib yirtib yuborgan. Ares esa kuch bo'yicha Thor bilan teng bo'lishi mumkin. Shuningdek, komikslarda aytilishicha, agar Chisavoy o'zini tutmasa, u hatto Celestiallarni ham yutishi mumkin. Ammo albatta bu Marveldagi eng kuchli qahramon emas. Masalan, Null simbiotlar qiroli uni o'ldirgan. Marvel kino olamida esa menimcha uni Wanda yuta oladi. Ammo Kapitan Marvel esa ehtimol yutqazadi. Bu film yaxshi sifatda chiqqanida albatta ITV onlayn kinoteatrida paydo bo'ladi. Bu yerda siz ko'plab filmlarni ajoyib sifatda mazza qilib ko'rishingiz mumkin. ITVda xohlagan film, serial va animatsion filmlarni ko'rishingiz mumkin. Telefon, planshet yoki Smart TV orqali tomosha qilish uchun qulay. Masalan, ITVda Kapitan Amerika Thor ajoyib sifatda chiqdi. Eng asosiysi, ITVda ko'plab filmlarni ajoyib o'zbekcha dublyajda topish mumkin. Havola orqali o'ting yoki QR kodni skaner qilib ilovani yuklab oling. Agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, bor yo'g'i 290 so'mga sinov obunasini oling va eng zo'r kinolar olamiga qo'shiling. Meni taxminim bo'yicha Doktor Doomga Chisavoy kerak bo'lishi mumkin. Grammavershchilar Qasosqorlar 5 filmida paydo bo'ladi va meni fikrim bo'yicha bu jamoaning asosiy vazifasi Chisavoy obrazini hikoyaga kiritish. Eslatib o'taman, Chisavoy moddani molekulyar darajada boshqara oladi va ehtimol Marvel Qasosqorlar 5 va 6 qismlarida molekulyar odam o'rniga aynan Chisavoyni tanlaydi. Komikslarda Doktor Doom butun multiolamdagi barcha molekulyar odam variantlarini to'plab, ular orqali juda kuchli mavjudotlar Beyond ni yo'q qiladi va ularning kuchini o'ziga oladi. Takrorlayman, Marvel bu yerda ham Chisavoy orqali o'sha roldagi funksiyasini bajartirishi mumkin. Bu filmda biz eski Qasosqorlar minorasini ko'ramiz. Aynan shu bashnadan pustata tarqash boshlaydi. Bu holat 2010-yildagi Siege komiksga o'xshaydi. Unda pustata Chisavoy ustidan butunlay g'alaba qozongach, Qasosqorlar basasining ustida yana bitta qora bashna paydo bo'ladi. Film finalida ham aynan shunga o'xshash situatsiya bo'ladi. Koridordagi sahna Temur odam filmdagi sahnani eslatadi. Unda Yelenaning opasi Natasha
ko'plab dushmanlariga qarshi o'xshash tarzda kurashgan. Bu sahnada Svetga e'tibor berish kerak. Siluetlar aynan chisavoydan qolgan pustataga o'xshirkan. Binoning ichida ham bu siluetlarni ko'ramiz va keyinroq bilamizki, ularning Bob qoldirgan. Yelena Bob bilan birinchi marta uchrashganida bolaligida do'stini xiyonat qilganini eslaydi. Kichkina Yelenani Violet McGraw degan aktrisa o'ynaydi. Aynan shu aktrisa Qora beva filmida ham kichik Yelenani o'ynagan. Men buni boshqa filmlarda ham sezganman. Masalan, Sam Kapitan Amerika Yangi dunyo tartibi filmida avvalgi dvijeniyalarni takrorlaydi. Bu filmda ham ko'plab qahramonlar o'zlarining oldingi dvijeniyalarni takrorlaydi. Baki Chisavoy bilan jangda Steve bilan jangdagi urinishlarini takrorlaydi. Aleksey Yelenani yuqoriga otadi. Xuddi Kapitan Amerika Natashani New York jangida otganidek. Valentina tashkil qilgan xayriya kechasida biz birinchi qasosxo'rlar davridan qolgan artefaktlarni ko'ramiz. Lokining skipetri, Chitaurining naruchniklari, o'sha naruchniklar bilan Lokini tutishgan edi. Ehtimol balki bu naruchniklarni o'g'irlagan. Chunki keyinroq Prizrekni aynan shu naruchniklar bilan bog'lagan. Bino ichida o'sha katta A harfi bor. Bu avvalgi filmlarida qasosxo'rlar minorasi ustida turardi. Washington manzarasida, Kapitoliy binosida va Washington monumentida remont bo'lyapti. Bu situatsiya AQSh prezidenti Qizil xalq bo'lib qolganiga ishora qiladi. Qizil xalq Kapitoliy binosini va Washington monumentini buzib tashagan. Bu film Kapitan Amerika 4 qismining voqealaridan bir necha oy o'tganidan so'ng sodir bo'ladi. Valentina aytishicha, dunyoda ajratilgan ammo texnologik jihatdan rivojlangan davrlar bor. Albatta, bu Wakanda va Talokan nazarda tutilgan, ular yopiq lekin yuqori darajada taraqqiy etgan sivilizatsiyalar. Qizil gvardiyachi eski video yozuvlarni tomosha qiladi va Sovet ittifoqi davridagi super qahramon sifatidagi o'zining o'tmishini eslaydi. Komikslarda ham u filmga o'xshash tarzda SSSRdagi Kapitan Amerika analogi bo'lgan. U dastlab Ikkinchi jahon urushi davrida eng zo'r uchuvchilardan biri bo'lgan. Xuddi Kapitan Amerika kabi Qizil gvardiyachi ham o'z titulini boshqa super askarlarga topshirgan. Balki gramoverslarni tutayotgan sahnada portlovchi disklardan foydalanadi. Aynan o'sha disklar Kapitan Amerika 2 qismida ishlatilgan disklar. Ochig'i aytsam, men o'sha eski Bakini juda sog'inganman. O'sha paytlarda u juda qo'riqchili, epik va uslubli edi. Bu sahna menga eski Bakini eslattirdi. Ko'pchilik sezgan bo'lsa kerak, bu sahnada Terminatorga ishora qilinyapti. Va Bakini aktyori Sebastian Stan buni tasdiqlagan. Bu sahna suratga olinayotgan paytda Terminator musiqasini eshitib turgan. Yana bir kuchli lahza. Baki bitta qo'li bilan harbiy yuk mashinasini ag'daradi va bu juda epik ko'rinadi. Bu yerda darrov esga tushadi, 15 yoshli Peter Parker Baki va Samni yuta olgan. Ba'zida esimdan chiqadi, o'rgimchak odam aslida qanchalik kuchli. Chisavoy Bakining qo'lini to'xtatgan sahna xuddi Peter Bakining qo'lini to'xtatgan lahzani eslatadi. Baki bu yerda avtomobil eshigini qalqon sifatida ishlatadi va bu ishni ilgari Steve ham qilgan. Valentina aytib o'tadi, bu joyda ko'plab tarixiy janglar bo'lgan va bu haqiqat. Aynan shu yerda qasosxo'rlar birinchi qismi final jangi bo'lib o'tgan. Ultron bilan birinchi jang aynan shu yerda o'tgan va vaqt va aql toshini olish uchun qasosxo'rlar aynan shu joyga qaytishgan. Valentina hatto ichkarida eski barni saqlab qolgan. Bu qasosxo'rlar birinchi qismidagi bar sahnasini eslatadi. Valentinaning so'zlariga ko'ra, Chisavoy barcha qasosxo'rlardan kuchliroq. Men esa yana takrorlayman, bu hisobdan Vandani chiqarib tashlash kerak. Men fikrim bo'yicha Vanda Chisavoydan kuchliroq. Va mening fikrim bo'yicha barcha qasosxo'rlar birlashib uni yuta oladi. Lekin eng qiziq jihati, hatto uni to'liq yo'q qilib yuborsangiz ham u o'zini mayda bo'laklardan tiklab oladi. Ya'ni uni o'ldirish eng oson ish emas. Yelena bilan
suhbatda Aleksey shunaqa deydi: "Sen kichkina bo'lganingda sen nur eding. Sen xonaga kirganingda hamma joy yoritilardi. Shundan so'ng Yelena tushunadi, agar men nur bo'lsam, men Bobga qorong'ulik bilan kurashishda yordam bera olaman." Va aynan shunaqa bo'ladi. Bu tahlil uchun Qora beva filmini qayta ko'rdim va tasdiqlayman, Yelena kichkinaligida juda mehribon bola bo'lgan. Ortidan vaqt o'tib shuni ayta olaman, Qora beva aslida yomon film emas. Ba'zi bir cringe lahzalardan tashqari. Action sahnalari ham yomon emas. Film rejissyori aytgan, pustota soyasi vizual effektini yaratishda ular Hirosimadagi soyali fotosuratlardan ilhomlangan. Filmni aynan shu sahna uchun yaxshi ko'raman. Ko'pchilik bu sahnani tushunmagan. Yelena kichik o'zining ko'zlarini bekitadi va quloqlarini yopadi. Bu sahnada u ichki bolasini himoya qiladi. Ya'ni bu reparenting deyiladi, inglizcha gapirsa. Kimdir aytish mumkin, bo'ldi, psixoterapiyani tugatamiz, bizga u kerak emas. Ammo faqat bir daqiqa sabr qilib turing. Yoqadimi, yoqmaydimi, bu mistika emas, bu sehr emas. Bu psixologiya bilan isbotlangan va millionlab haqiqiy hikoyadan aks etgan haqiqat. Har birimizning ichimizda bir paytlar bola bo'lgan bir qism yashaydi va u qo'rqganda yoki og'riq va yolg'izlikni his qilganda paydo bo'ladi. Shu sababli Yelena allaqachon voyaga yetgan qahramon bo'lsa-da, hatto chisavoy bilan urushishga qodir bo'lsa-da, qamchi zarbasi tovushdan cho'chib ketadi. Shu situatsiyada uning ichki bolasi reaksiya beryapti va ba'zida aynan shunaqa og'ir lahzalarda u boshqaruvni qo'lga oladi va u hamma odamda bor. Eng qo'rqinchli va kuchli ko'ringan odamda ham. Va Yelena qilgan ish bu reparenting deyiladi. Yelena o'zining kichkina qo'rquvda to'xtab qolgan qismiga duch keladi. Zo'ravonlikni tomosha qilayotgan, lekin hech narsa qila olmayotgan bolaligiga. Bu yerda yana bir holat yuz beradi. Survival's guilt degan, ya'ni omadim kelib tirik qolganim uchun aybdorlik hissi. Va o'sha lahzada o'zi bilan kichik versiyasi orasiga kiradi. Uni himoya qiladi. Reparenting bu bolaligimizda yetishmagan mehr va qo'llab-quvvatlovni o'zimizga berishni o'rganish. Buning uchun o'zingiz uchun ichki ota-onani tarbiyalash kerak bo'ladi. O'sha ichki ota-ona seni eshitadi, seni himoya qiladi, seni tushunadi va eng muhimi senga o'zing bo'lishga ruxsat beradi. Aynan shuni Yelena qiladi kichkina man bilan uchrashganda. Bob ham o'sha sahnada o'zining kichik man bilan uchrashadi. Uning kiyimi ham bolaligida kiygan kiyim bilan bir xil. Keyingi sahnada Walker AQSh agenti Bobni otasini uradi. Bu ham o'ziga xos reparenting, garchi buni Bobning o'zi qilmasa ham. Walker bu yerda tashqi ota-ona himoyachi qahramon bo'lib harakat qiladi. Ya'ni bu Bobning ichki bolaligidagi orzusi. Kimdir kelib meni himoya qilganida. Gramovershchilar yordami bilan Bob o'zining ichki zulmatini yengadi, lekin butunlay emas. Chunki bu qorong'ulik uning ichida har doim bor. Bu ikki tomonda to'g'ri. Komiksdagi hikoya nuqtai nazardan Void undan hech qachon ketmaydi. Psixologik nuqtai nazardan travmalarni butunlay davolab bo'lmaydi. Faqat ular bilan yashashni o'rganish mumkin. Va shunaqa yashash kerakki, travma hayotimizga xalaqit berish kerak emas. Balki esa hech narsa ko'rmadim, axir men namunali o'tmishga egaman deydi. Ammo albatta u yolg'on gapiradi. Menimcha u aniq o'sha xonaga tushgan, unda u Tony Starkning ota-onasini o'ldirganini ko'rgan bo'lishi mumkin. Agar Peter ham Void ta'siriga tushgan bo'lsa, ehtimol u Ben amaki yoki May xolaning o'limini ko'rgan bo'lishi mumkin. Film oxirida Marvel haqiqiy psixologik manipulyatsiya qiladi. Agar ular bizga shunchaki mana bu yangi qasosxo'rlar deb aytishganda, biz barchamiz norozilik bildirgan bo'lardik. Chunki hech kim eski qasosxo'rlarni o'rnini bosa olmaydi. Marvel buni yaxshi tushunadi. Shuning uchun tomoshabinning rahmini uyg'otish uchun, yangi jamoani auditoriya qabul qilish uchun Marvel biz tarafimizga o'tadi va ularning ustidan o'zlari ham kuladi. Ular ikkinchi sort qasosxo'rlar yoki ular muvaffaqiyatsizlar jamoasi. Va shundan keyin bizga ularga nisbatan rahm shafqat paydo bo'ladi va biz asta-sekin ularga o'rganamiz. Shu bilan video tugadi. Kommentariyalarda yozib chiqing, film sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Kanalga albatta obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini albatta bosib qo'ying. Siz bilan har doimgidek Tony Karkada. Ko'rishguncha.